Salom bolalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun men do'stlar Robloxda juda boshqacha, boshqa o'yinlarga qaraganda juda ham qiziqarli o'yinni birgalikda o'ynaymiz do'stlar. Bu o'yinda biz do'stlar brenotlarni o'ldirib tirik qochishga harakat qilamiz. Oxirida juda ham qiyin, kuchli brenotlar keladi. Shuning uchun do'stlar videoni o'tirmay oxirigacha ko'ringlar. Kanalda boshlaymiz. Qani ko'ralichi bu o'yin qanaqa ekan? Men bu o'yinni biri ham o'ynab ko'rmadim va birgalikda o'ynab ko'ramiz do'stlar. Create lobby dedi. Ha, yo'q, mana bu boshqa bir mana bu gap kiramiz. Bir o'zimiz o'ynaymiz. Qani let's go. Mana bunda itim bor ekan, menda ko'rganlaringizdek Johabex dog deb qo'ydi. Va o'yinga kirdik. Qani, bu yerda menimcha adashmasam endi biza survivor bo'lamiz. Ya'ni brenotlardan yomon ko'rib ularni otib tirik qochishga harakat qilamiz. Nima deyapti bu endi bu? What? What? Nima dedi bu endi bu? Avtomatimiz bor ekan, pistoletimiz. Otsak bo'ladi ekan. Nima bo'ldi? Yo'q, otish kerak. O'ldiramiz. Yo'q. Bizani o'ldiradi va o'ldirish kerak, buni o'ldirish. Otamiz. Biz brenotlarni yomon ko'ramiz. Va qochib ketdi. Qani, nima dedi brat? What? What is bro saying? Nima dedi endi bu? Qani nima bo'ldi ekan ko'ramiz. Hozir brenotlar keladi o'xshidi. Sprint qilsak bo'ladi ekan, ya'ni yugursak bo'ladi ekan. Mana birinchi zonaga keldik. Qani tushamiz. Qani, rats, ya'ni sichqonlar bor ekan bu yerda. Pizza yemoqchilar. Qani, bu yerga kiramiz. One way access dedi. Qani, bu nima? Lootmi endi bu? Tangalar bor. Brenot, o'ldirish kerak. Otamiz, o'ldirdik. Easy. Yangi brenotlar chiqdi, tung safurlar chiqdi. Otamiz kalasiga, mana senga. Birinchi xonani tozaladik. Ikkinchi bu xona nima ekan? Bu xonada narsalar sotib olsak bo'ladi ekan. Jonimizni to'ldiradi ekan, kilit beradi ekan. Bizda hali kam pul. Bunga pul yetmaydi. Qani ketdik dalchi, keyingi xonaga. Qani. Qani, kelinglar. Yorib tashlayman. Boom. Qoch. Boom, otamiz. Tung soqolni kelishiga qaranglar. O'ldirdik buni, easy. Qoch. O'ldirishga sal qoldi bizani. Qani loot qilamiz, loot. Qani bizlarga nima tushdi? Boshda tushdi o'xshaydi, boshda xat tushdi. Yangi brenot chiqdi bu yerda yana. Qani yangi o'ldirdik. Bu xonani tozaladik. Qani yangi xona. Bu xona juda katta ekan. Mana unda bir brenot chiqdi, otamiz buni. Yonga kelib qolmaydimi orqamdan ish qilib? O'ldirdik buni. Tung sahara unda. Qani o'ldir. Pasta ko'p ekan brenotlar. Qani o'ldiramiz hammasi headshotdan berib tashladik. Qani? Bo'ldi. Endi loot qilamiz. Pullarni olamiz. Bu yer nima? Ochib bilmaymiz ekan. Loot qilamiz, buni ham ochamiz. Senga berdi. Unda bir brenot. Tung sahur. O'ldiramiz. Easy. Bu xona ochiladimi? Doktorni pastga tushib ko'ramiz. Pastga tushib lootni olib ko'ramiz. Qani lootni olamiz. Mana bu yerda bu narsa deyapti. Treasure room. Mana bu xona ochilibdi. 2 dona loot. Olamiz bularni ham. Bizlarga narsa berdi, kilit berdi va qog'oz berdi. Bank bor ekan bu yerda. Bankni ochdik. Qani nima tushadi ekan? Yangi avtomat tushadi ekan bu yerda. Reload speed, ya'ni o'qlashni tezlashtirish yo bo'lmasa otishni tezlashtirish. Buni olganimiz yaxshiroq o'xshaydi. Bu epic ekan. Bu narsaga qaranglar. Kuchaytirdik-ku. Otishiga qaranglar, endi juda tez otadigan bo'ldi. Hisob yorib tashlaymiz endi toshni. Qani keyingi xonaga ketdik. Loot qilamiz. Qani kel. O'zingga ko'rsat. Otib tashlayman to'g'ri. Tung saqordan o'ldiramiz, easy. Loot qilamiz. Boom. Qani, kimlar bor? Seni ham osongina o'ldirib tashlayman. Berber patapim dedim. O'lib ketdi. Qani, tung saqor. O'ldirdik buni ham osongina. Bu yerda nimalar bor?
O bir potaping. O koç. Sol qoldi. Qani. Easy. Bu xonani ham tozaladik. Bu xonadan kelmadik. O, bo'ldi. Tushunarli. Tak, boshqa xonalar yo'q, adashmasam. Qani ketdik. Qani kimlar bor? O, tung saqirni osonga o'ldiramiz. Bir potapingni osonga o'ldiramiz. Buni ham osonga o'ldiramiz. Qani loot qilamiz. Easy. Bu nima endi? Oo, take power dedi. Power restored. System online. Endi online bo'ldi adashmasam. Qani ketdik. Ketdik. Keyingi xonaga boramiz. Ochamiz keyingi xonani. O'yin juda tezlik yoqdi menga. Tez darpam o'ynasa bo'ladi ekan. Va endi keyingi bekatga ketdik. Ketyapmiz keyingi bekatga. Qani o, brat nima deydi endi? Brat ko'rdingizmi, o'ldirib tashladim hammasini. Rahmat deng menga. Qani oh, caution, deadly arena dedi. Nima sotib olasan deyapti endi menga. Kilit sotib olaymi ekan yoki jonmi? Jon bizlarga kerakmaydi. Kilit ham bo'laveradi. Biza jonsiz amallayamiz. Sizlar nimaga qarabsizlar? Qani ketdik dalshi. Oo, boss fight mi endi bu? Fu! Bunga ko'ringlar, ko'ch. Oo! Kalasiga. Oo, ko'ch. Oo, ko'ch. Brat yomon, brat. Oo! Lazer. Yo'q, sekra olmadim. Qani, yapolmaysan, kel. O, ko'ch. Hop. Sekradim. Hoppa, sekradim. Va easy o'ldirib tashladik-ku buni. Qani. Nima qilamiz endi? Yana keladimi bir notlar yana? Qani. Oh, power restored. System online. Bo'ldi, easy. Yarab tashladik bularni. Oh, kilit bilan yonashamiz. Qani nima tushadi ekan ko'ramiz. Oh, ammo damage. Oh, bizga jon qo'shib, ko'proq urun qo'shib beradi ekan va ko'proq o'q qo'shib beradi ekan. Bo'ldi esa gap bo'shi mumkin emas. Bizlarda endi 13 ta o'q bor. Ketdik keyingi bekatga. Hisob yorib tashladik hammasini. Bum qilib tashladik. Qani dangerous, more rewards, normal dedi. Va dangerousga boramiz. Bizlarning kuchimiz yetadi. Xavfli yo'ldan boramiz. Bilan yorib tashlayman-ku hammasini. Qani ko'ralchi qanchalik qiyin bo'ladi ekan bular. Keyingi bekatga keldik. Qani chiq. Bu zonada yo'q o'qishlar. Mana endi bu yoqda chiqadilar. Bir patapim. Osonga o'ldiramiz bularni. Oo, joni ko'proq ekan qo'lni. Oo, yana bir patapim. Joni ko'proqmi bilmayman. Easy ku bularning hammasi. Tung. Brat, yorib tashlayman-ku, yorib tashlayman to'g'ri. Easy sanku, easy. Qani nima tushadi ekan ko'ramiz. Qani. Reload speed dedi. Fire rate damage dedi. Mana buni olamiz. Ya'ni bu tezroq otadigan bo'ladi va ko'proq urun qo'shib beradi. Qani keyingi eshik qani? Mana bu yoqda ekan. Loot qilamiz. Bu nima? Oo, cappuccinolar. Oho, nima? Brenotga qaranglar, brenotlarga. Qani, qochamiz. Jonimizni yeb bilmayapti bular. Easy. Yeb tashladim do'l. Bu nima? Kiy kerak ekan. Qani nimalar bu yerda? 50 jon qo'shib beradi ekan. Bu minor speed boost dedi. Olaymi ekan untagiga? Mayli, olamiz. Qani qilib yeymiz endi uni. Tezlik qo'shib berdi. Bilmayman qanchagacha. Loot qilamiz. Cappuccinolarni o'ldiramiz. Qani bu yerda ham bularni ham o'ldirib tashlaymiz. Qoch. Nima buncha ko'p bular? Keyingi o'ringa tiklandik. O'ldirdik. Bo'ldi, keyingi xonaga ketdik. Easy.
Bu ham easy. O'ldirdik. Qani buni ham o'ldirib tashlaymiz. Easy. Tung 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 soqir kelyapti. Buni ham o'ldiramiz. Qani moyabotga boramiz endi. Qani endi bu xonaga kiramiz. Video tushibmi aka? Görmedingmi? Qani. Otamiz bularni ham. Qochamiz. Oo! Peshonam badindan chiqib qoldi. Qani bularni ham o'ldiramiz. Qani mana bu xonaga boramiz endi. Power room dedi. Bosamiz buni, bo'ldi. Endi keyingi bekatga ketsak bo'ladi, adashmasam. Mana. Ketdik. Let's go. Oqlab boramiz. Va endi boss bo'ladi endi, adashmasam boss. Hard dedi, hard bizlarga oson. Qani nima olamiz bu yoqdan? Max jonni to'ldiradiganmi yoki tezlikmi? Tezlik. Tezlikni yaxshi ko'raman men. Qani ketdik. Qanaqa qilib yesak bo'ladi ekan shu narsani bilmayapman. Oh. Mega lari dedi. Oson-ku bu. Juda oson-ku. Yarim jonim ketdi buni ham. Biz ham boss o'ldirishimiz kerak muqimi. Keyin boshqalarni o'ldiramiz. O'zi uni o'ldirsak boshqa opponentlar ham o'lib ketdi. Juda oson bo'ldi-ku, osongina o'ldirib tashladim. Hard dedi, hardga o'xshamaydi-ku вообще. Oh, safe ochamiz yana. Qani gold. Bizlarga zo'r narsa kerak. Qani o'qlashni tezlashtiradi ekan. Crit dedi, buni olaveradi. Ya'ni tezroq o'qlaydigan bo'lamiz. Oho, mana bunga qaranglar, avtomat juda o'zgarib ketdi pistoletimiz. Boshda oddiygina edi. Oddiygina Glock edi. Qani endi bu yoqni ko'ramiz. Dangerous, more rewards, normal. Dangerousga boramiz albatta. Bizlarga dangerous yoqadi. Qanchalik qiyin bo'lsa shunchalik zo'r. Qani. Brat har doimgidek bizlarga qarab turibdi. Bir tiy foydasi yo'q. Qani keldik endi. Qani. Bu yerda bir notlar bo'ladimi? Yo'q. Keyingi eshikda bo'ladi. Loot qilamiz. Oh, lari laku. Oh, jonim yedi-ku bu. Qochamiz. Osongina, easy kills. Qani easy kills. Qani. Easy. O'ldirib tashladim bularni hammasini. Vashi oson. Boshqa yo'qmi? Yo'q, bor ekan bunda biz. Mana. Endi bunda tak, key kerak ekan. Ochamiz, lootlarni olamiz. Keyin kasxonaga, bu xonaga ekan. Bo'ldi. Bez problem. Tung sahur. O'ldiramiz bularni hammasini. Qoch. Osongina o'ldiramiz. Osongina vashi. Oh. Tung oxir orqamdan kelib qoldi. Kapuchino ham. Ko'raman qoldim. Osongina. Bo'ldi. Yopib tashladim. Tak, loot nasati donnasa yo'q, bo'ldi, ketamiz. Qani. Tung deydi, osongina o'ldiramiz. Oh, jonimiz 62 qoldi-ku. Qochib o'ynamasak opasniy. Bo'ldi. Qani yana kim bor? Tung bor ekan. O'ldirdik, tung ham. Qani endi buni o'ldiramiz. Easy. Safe'ni ochamiz, safe'ni. Qani nima tushadi ekan, kuchaytiramiz. Wow, bu nima endi? Extremal suppressor. Damage, crit damage. Bu crit damage 20, ya'ni crit damage degani ko'proq urun yeyishi. Tak, qaysini kuchaytirsam yaxshiroq. Mana buni kuchaytiraman. Bo'ldi. Chotki. Tak, mana bunga klik kerak ekan. Yana bir marta kuchaytirsak bo'ladi. Qani nima tushadi? Yaxshi zo'r narsa kerak. Wow, bu narsa nima? O'qni ko'paytiradi ekan va o'qlashni. Mana bu tezroq ochishni deydi. Mana bu kerak menga. Wormhole in bu narsa deydi.
Qani ketdik. Oh. Chill bro, chill. Sasi chiqmaydigan bo'lib qoldi pistoletni. Vahşi easy bo'lib qoldi-ku bular. Jonim 74. Hali bir not bor ekan-ku. Bo'ldi, endi olsak bo'ladi. Tak, big speed boost dedi. 30 tangaga. Afsuski tanga yo'q-da bizada bunga. Shunga ola olmaymiz hech qaysini. Buning uchun endi yana bu yoqqa ketaveramiz. Buni osongina o'ldiramiz. Buni ham osongina o'ldiramiz. Tak, yana kimlar bor? Buni ham o'ldiramiz. Oh. Jonim oldi-ku. Oh, tung saqram bor ekan. O'ldiramiz. O'ldiramiz, easy. Bu yerda nima? Tak, bu yerda yoqish kerak. Yoqdik, mana bo'ldi, endi ketdik. Easy. Bo'ladi bolalar, ketdim men. Va endi adashmasam, endi bossga kelamiz. Yana qiyinroq boss bo'lishi kerak. Ko'ramiz, bizlarga qiyin bo'ladimi yoki yo'q. Yoki osongina o'tib qo'yaramizmi? Caution dangerous. Qani bu yerda nimalar bor? Jon bor ekan. Tezlik, kilit bor ekan. Kilitni mayli olaman, kilit kerak bo'ladi bizlarga. Ochamiz buni. Qani endi kim bilan urushaman? Oh, mega isok dedi. Oson-ku bu. Oson emasmi? Oh, qochamiz, otamiz, qochamiz, otamiz. Qochamiz, otamiz. O 72% jonimiz qoldi. Qochamiz, otamiz. Qochamiz, otamiz. Qochib o'ynamasak, o'lib ketamiz. Mana. Mana va o'ldirdik. Easy. Easy ekan, easy. Yorib tashladik. Qani bu yoqqa kelamiz, ochamiz, qani nima tushadi ekan? Qani? Oo, bu nima? O epic dedi. Bu ham epic ekan. Damage 30% 40 damage. O'qning kamaytiradi ekan, lekin jonni qo'shib, ko'proq jon oladigan qilib beradi ekan. Menga o'q kerak-da, bratan, buni olaman. Lockout dispatcher dedi. Oh, yorib tashladi endi bu. Ketdik, men tayyorman. Dalshi ketamiz va biza keyingi joyga keldik. Normal yoki dangerous? Albatta dangerous. Shu ham savol menda, aytinglar menga, shu ham savolmi? Qani ko'ralchi, rostdan ham qiyinmagan yoki oson? Va qani keldik. Breach zone hard dedi. Qani. Lootlarni qilamiz. Qani yo'q-ku bular. Mana 6-7 bor ekan-ku bu yoqda. Oo, opasli-ku bular. 6-7 o'ldirdik. Mana buni ham tung saqurni ham o'ldirdik. Buni ham o'ldiramiz. O qoch. Jonimiz ozgina qoldi. Oo, rostdan ham qiyin ekan-ku bu. 6-7 o'ldirdik. O'ldiramiz buni ham. O yo'q. O'ldirdik tung saqurni. O yo'q. O'lib ketdik. Ne afsuski do'stlar, o'tib ketdim. Bugunga ham bordi deb o'ylayman. Bugun yaxshi harakat qilib ko'rdim. Agarda do'stlar sizlar videoga like bosib, kommentariyada ikkinchi qismni xohlasangizlar, kommentariyada yozib tashlanglar. Ikkinchi qismni chiqar desangizlar va menga motivatsiya bo'lsa, albatta ikkinchi qismini chiqarib va oxirigacha o'tamiz. Unda do'stlar kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.